199 hadis. Abdurrahman ibn Gavf haber etti. Sami'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul La yagtifu aleykunne bagdi illa sadikune sabirun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o'zining xotinlarına aytdi, mendan so'ng sizga yaxshilikni boritik durust bo'lishi, durust to'g'ri so'zli bo'lishi ham sabr bo'lishi kishilarga ko'rsatishak. Tamir taqin qavat aytam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o'zining xotinlarına aytdi. Mendan so'ng, ya'ni men vafot bo'lgandan so'ng mendan so'ng sizga yaxshilikni boritik to'g'ri so'zli, sabr bo'lishi kishilarga ko'rsatishak. Qala Abdurrahman aytdi, fabirtu min Abdullah ibn Sa'di ibn Abi Sarhin shay'an qad sammahu bi 40,000 faqasamtuhu baynahunna. Ham Abdurrahman aytdi, mendi Abdullah ibn Sa'd ismli kishidan 40,000ga nidir sotib olib, nidir ayber sotib olib, shuni payg'ambarimizning xotinlarına bo'lib berdim. Va rahimahunalloh. Alloh subhanahu taala ularga rahimlik ko'rsatsin. Ya'ni ular kimga? Payg'ambarimizning xotinlarına. Ya'ni bu sahaba shu so'zni eshitib, endi payg'ambarimizning shu xotinlar aytgan so'zlarini bilib, shu amali bilan payg'ambarimizning xotinlarini yaxshilik ko'rsatayotgandi. Ham endi nidir 40,000ga nidir sotib olib, shuni payg'ambarimizning xotinlarına bo'lib berdi. Payg'ambarimizning xotinlari ul barliq xotinlarga kelganda eng yaxshilari. Barliq xotinlardan da eng yaxshi kishilar bo'lib sanaladi. Ya'ni payg'ambarimizning xotinlari ul mu'minlarning, musulmonlarning onalari. Müslümanlarının anaları. Ne için? Çünkü Allah subhanahu teala Kur'an'da aytdi, "En-nebiyyu awla bil mu'minina min anfusihim." Yani peygamber müminler için hatta o'zlarining nefsinden de birinchi bo'lib turadi edi. Wa azwajuhu ummahatuhum. Haminde peygamberimizning xotinlari müminler için onlarning anilari bo'ladi. Şuna göre elbette biz bugün indi peygamberimizin xotinlarına nindir ilgilik ko'rsata olmaymiz. Çünkü onların birisi de isen tugul. Lakin biz kiminde o'zimizning so'zlarimiz bilan, o'zimizning niyatlarimiz bilan onlarga ilgilik ko'rsatishga tiyishmiz. Ya'ni ular tunda yaxshi so'z aytib, bardik yaxshi so'zni aytib, onlarga duo qilib, shunday amallarimiz bilan onlarga ilgilik ko'rsatishga tiyishmiz. Ham endi biruk Peygamberimizin xotinlari turunda, umuman sahabeler turunda nindir noshar so'zlar aytdi. Ko'nglimizda nindir noshar o'ylav bu amaldan saqlanishimiz kerak. Barakallohu fikum. Davom etamiz.